وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Küçüklerge karşı acizlarga Allah'ın nusreti qandaq kelidi? Aciz ve meyiplarga ehmiyet berişinin rızık bilen alaqısı barmı? İnsanın tabiati küçüklerge mail bolup, aciz ve meyiplardan yüz örüşünü taqazza qılamdı. Allah'ın şeriatı bu vaqtda nimege buyuruydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acizlarga qandaq muamele qılgan? Sahabe kiram ve ümmetinin sarxillari aciz, faqir ve miskinlerge qandaq muamele bolgan? Aciz ve meyiplarga ehmiyet berişinin neticesi ve icabi tesiri nimelerden ibaret? Qani söhbetimizin davamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallimu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın her qaysi yerlerde körmen qırındaşlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Biz ma'lum sebepler tüpeyle bu programımızda bir aydan köproq vaqt oldu. Bir ara berip qaldık. Allah'ın muvaffaq qilishi bilan bugün biz Hukuk ve Mecburiyet namlıq programımızın 17. bölümüne sizler bilen ortaklaşış üçün ben Nizamiddin Temkini, Hukuk ve Mecburiyet namlıq söhbetimizin daimlik mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Söhbetimizin bu bölümünde aciz ve meyiplarının hakları doğrusunda toxtalımız. Assalamu alaikum Ustaz Muhammed Ali. Ve alaikum assalam. Bugünkü söhbetimiz aciz meyiplarga İslami ahlak bilen muamele qilishning ehmiyeti doğrusunda buludu. Söhbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin "Abghuni du'afaakum fe innakum innama turzaquna ve tunsaruna bi du'afaikum" degan hadisini chiqish qilib turib mavzuga kirsak, faqir miskin, aciz ve meyiplarga ehmiyet berish orqali insonning rizqi ziyoda qilinadi. Bu orqali jamiyat qandaq yordamga erishadi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Dünyadaki Allah'ın hikmeti şu ki, Allah dünyadaki insanlarını güçlük, aciz, bay, kembegal, türlük bir şekilde kana kıldı, yarattı. Bu yerde güçlüklerinin imtihan suali, hayattaki imtihan suali onun gücü. Baylarının imtihan suali onun baylığı. Kembegallerninki imtihan suali onun kembegalliki, acizlarının imtihan suali onun nimesi acizlığı. Yani bir adam hayatta, dünyada güçlük, hukuku var, yüz abroyu var, iktisadı var. Bunun koyulgan imtihan sual, muşu üzdeki imkaniyetin paydalanıp etrafındaki kırındaşlığı yaxşılık kılamdı, kılmamdı. Üzdeki ba imkaniyetini başkalar bilen ortaklaşıp paylaşamdı, yakmı. Bunun ya ütüdü, cennetke vardı kıyamette bununla ecir şekilde, ya ki ütenmeydi, devzak vardı, ceza şekilde. Kembegal şu, üzünün acizliğine birisi kanaat kılamdı. Ve acizliği, kembegallik ölen turup, üzünün iffetini saklamdı. Ya ki üzünün acizliğini bahane kılıp, yoldan çıkıp, yolsuzluklarca bir nesige erişiş kuyuğu düşemdi. Başkalarına haset kılamdı, kılmamdı. Muş noktalarda bula imtihan kılındı. Emniyette hayat, insanın hayatı bir bütün imtihanı tolgan hayat. Allah Kur'an'da Sure Mülk'ninki 2. ayeti de insan hayatını düşündürüp "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele." Hayatның karakteri bir imtihan. Hayatta kaysımız en güzel revişte üteleyimiz bu imtihandan, kaysımız ütenmeyimiz bu hayatның asası nişanlardan birisi. Şun başka insanın imtihandan kaçıp kurtuluşu
bu bir insandaki bir alohidlik emas yoki insondanki nijoatlik emas. Qechib qutulish ya'ni chiqish emas. Balki imtihonga yuzlanish kerak va imtihondan qana qilish kerak, o'tish kerak. Qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Chunki bizning taqdirimiz shu, dunyodagi taqdirimiz imtihonga har sohada qanaqadir kishilar ichidagi bir bo'lakdir imtihon qilinib, bir bo'lakdir imtihon qilinmaydi. Unda ish yo'q. Har sohada, har qatlam kishilarning hammasi hayotda imtihon qilinish taqdiri ularning peshonasiga qana qilgan, putilgan. Shuningdek, bu imtihondan qechib qutulish mumkin emas. Aksicha imtihonga mardonlik bilan yuzlanamiz va imtihondan o'tishga qana qilamiz, urinimiz hamda. Endi deganimizdek kuchlik ojiz o'zidagi ba ahvollar bilan imtihon qilinadi. Kuchlik ojizga kamtar bo'ladi, ojizga mehr shafqat qiladi. Agar mush imtihondan o'tsa, a'lal eng yuqori martabaga erishadi. Ojizmi imtihon o'zining ojizlik bilan imtihon qilindi deganimizdek, yana sabr qilamdi masalan. Nurg'un kishilar bor, o'zining haliqi turmush sharoitining qisqatilishini bahona qilib intihor qiladigan, o'zini o'ldirib oladigan masalan. Hayotdan to'ydi degan bahona bilan oilasini tashlab o'tadiganlar bor. Necha 10 yillab. Hayot bu men qiyinchilik olib ketdi, amalim bo'lmadi deb o'g'irlik qildiganlar bor. Ayol o'xshamagan bir şekilde yo'ldan chiqadigan ahvollar bor. Ammo mushuning hammasi imtihon. İmtihan degan gapimizning orqasida bu ahvollar vaqtliq degan bir mazmun yoshirinadi. Boyning boyligi, imkoniyati yuqori odamning shu yuqori imkoniyati vaqtliq. Bu muyutidi. Balkim oxiratga berishning oldidan hayot dilam buning yana bir tarafini qana qilish mumkin, ko'rish mumkin. Ve bu kembag'allik mu ham nima vaqtliq. Bu mu qana qiladi, o'tidi, bu mu ketidi. Bundan keyin o imkoniyati to'liq bir holatda yashab qilish mumkin oxiratga berishning oldi hayotda. Bu hayotdagi umumiy prinsip shu. İnson mush imtihondan o'tishga majbur, bundan qechishga boshqa nima yo'q, amal yo'q. Demak, biz yuqorqi hadisga bir kirsak hamda ojizlarga yordam berish orqali insonninki rizqi ziyoda bo'lamdi. Yani bu yerda bir inchki nuqtadan birisi bor. Men bir kuchli odam deyli. Yoki imkoniyatim yuqori, iqtisodim bor. Yoki huquqim bor. Atrofimda ojizlar bor. Men bu ojizni hurmatlab, buningga haqqini berib, o'ziga yarasha bir shaklda o'zining o'rniga chiqirgan vaqtimda Alloh subhanahu va taolo men mushu o'zimdan tuvan kishiga qilgandek meni mukofotlaydi. Hayotda, oxiratga berishdan oldida. Chunki hayotda men eng ustun emas. Men eng kuchli emas. Men eng boy emas. Menda kuchlik, menda imkoniyati yuqori. Men oldiga olsam bechora bo'lib qoladigan bir tabiqa bo'ladi hayotda, sinfda. Men o'zimdan tuvan kishilarga qanday muomala qilsam, Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zimning qilganimga yarasha mendan yuqori kishilardan menga ko'rsatdi. Agar ijobiy bo'lsa mening harakatim, deganimdek uning haqqini bersam, o'zguchilik hurmatlasam, izzatini qilsam mendan tuvanlarninki, men shu ishning aynısini mendan yuqorilardan qana qilaman, ko'raman. Bu amaliyotda bir musulmonda bo'lishga tegishli ijtimoiy, diniy bir nima axloq. Alloh subhanahu va taolo buning mukofoti sifatida qiyomatda jannat berish u boshqa taxi. Hayotning o'zida shuningga o'xshash ishni mening beshimga keltirishi mumkin. Ya'ni mukofot amalninki öz turidan. Yani sen qanday qilsang, cho'qim uni qanday qilsa, ko'rsa uni. Yani men bir yo'qsulga yemek versem, ya tamoq versem, yoki moddiy imkoniyatini qamdisam, Alloh subhanahu va taolo buning mukofoti uchun menga mendan kuchlik va imkoniyati yaxshi biri orqali menga yordam berdiganligini yordam qiladi. Allah razı olsun. Yani bu hadisten abguna duafakum fe innakum innama turzaqun ve tunsaruna bi duafaikum diyen bu hadisten yani başka mana mı ifadelenmedi? Tabii
Bir cemiyet bayatın degenimizdek aciz güçlüklerden terkip tapıdı. Baynamuratın terkip tapıdı. Şu cemiyetteki güçlükler, bayla, imkaniyeti var kişiler acizlarını, kembegal, namuratlarını unutup kalmağını da, hürmet kılmağını da, hürmet kılığını da ma cemiyet müstehkem bir cemiyet öyleniyordu. Her qanday bir cemiyetning bulup mu bizning islom cemiyetlerimizninki düşmeni nayet köp. Düşmeni nayet köp. Düşman her daim muşu cemiyetning ichiga nereden singib kirsam bo'lar, nereden hujum qilib kirsam bo'lar deydigan bir yuch qiz deydi. Agar qanday bir jamiyatda imkoniyati zo'r kishilar, boylar, yuqori tabaqadagi kishilar kambag'al ojizlarini tashlasa, ular bilan karisi bo'lmasa, mushu nuqta shu jamiyatning ojiz nuqtasiga aylanadi. Bir simninki, tok simininki ojiz yeri avval kuyda emasmi agar tok yaqin kelib qolsa, jamiyatga boshqalarning hujum qilib singib kirishininki ojiz nuqtasi shu bo'lib qoladi. Biz hayotda, tarixda jiq voqealarni angladik, jiq voqealarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bir jamiyatning yimirilishi, bir jamiyatning dushmanlari bir shu jamiyatga singib kirmoqchi bo'lsa, hujum qilmoqchi bo'lsa, eng ojiz nuqtasini tanlaydi. Agar jamiyatning a'zolari kichiklarga cho'nglarga hurmat qilish bilan, cho'nglar kichiklarga izzat qilish bilan, kuchliklar, boylar, ojiz namratlarni ko'ngil bilib asrash bilan va ojiz namrat kishilar cho'ng boylar yoki kuchliklarga nisbatan sadoqatmanlik bilan bir jamiyatda mustahkam bir munosabat shakllanmaganida bu jamiyatninki yimirilishi nihoyatda oson, nihoyatda qulay. Shu nuqtadan bayatniki sizlar o'qigan abg'uni duafa fa innakum turzaquna va tunsaruna bi duafaikum degan hadisni men ikki xil ma'noda tushunsa bo'ladi deb qarayman. Ya'ni hadisning mazmunini qisqacha bir tarjima qilsak, ojizlarni chaqiringlar menga, ojizlarni olib kelinglar. Sizlar ojizlaringlar sababli rizq berilisizlar va yordam berilisizlar degan mazmunni birsi ojizlarga ko'ngil bilish orqali Alloh barakatan sizlarga yordam qiladi, sizlarga rizq beradi. Biz bayatdagi suhbatimizning bosh qismida biz har qanday odam o'zining qilgan qilmishiga yarasha mukofot qilish dedik ya, bu nuqta bu mazmunga mos kelishi mumkin. Ikkinchi qismida biz dedik bir jamiyatningki ojiz kishilari, jamiyatning ojiz nuqtasi bayatni tushunganimizdek. Jamiyatning mustahkamligi, sog'lomligi va bundan keyin izchil taraqqiy qilish uchun shu ojiz nuqtalar qilib qolmasligi kerak. Jamiyatda hammasi bir mustahkam, birisi-birisiga bog'langan, öz qo'shnisiga hasad qilmaydigan, qo'shnisiga qarshi chiqmaydigan, o'zining ichidan chiqqan rahbarlarga qarshi chiqmaydigan, kuchliklarni ojizlar qo'g'daydigan, ojizlarni kuchliklar qo'g'daydigan bir holat shakllansa, bizning rizq berilganimiz shu, bizning yordam berilganimiz shu. Yana bir nuqtadan, inchki bir nuqtadan bir jamiyatning ichidagi eng qobil şu cemiyet üçün, şu din, şu millet üçün özünün cinni birleydiğen kişiler del şu xil kişilerin işinden çıkıdı. Tarixda g'alaba qozonganlarning köp qismi acizlardan teşkillenip ortaga çıkan cemaatler g'alaba qiladi. Bu noktadan tushunsak-mi ham bo'ladi. Yani demek şu Qur'on hadisden ikki xulosalasak, biri senden küçlükrak bir arqılık sana yardım berishdan ibaret Allah'ın mukofotiga erishish. Bu Allah'ın bereketi yüzünden yani. Bereketi yüzünden. İkincisi şəxslər ara həmkarlıq to'g'izganda mustahkam bir cemiyet şekillenadi. Cemiyet birlik ve ittifaqlıqning barpo bo'lishi. Bu cemiyetni hech qanday bir düşman buzolmaydi. Bununla singib kirolmaydi. Nereden hujum qilaman deydigan ojiz nuqtani qanaqlanmaydi, topolmaydi. Buning uchun bu masala intayin muhim bir cemiyetda. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Vasbir nefseke ma'allezine yedun rabbahum bil gadati vel ashiyyi yuridun vejheh" degan bir oyatning mazmuni qarag'an vaqtida insonning tabiati kuchliklarga moyil bo'lganligi uchun shariatda ojizlarga ahamiyat berishga buyurganligini ko'rib olgan bo'ldi. Endi buni qanday tushunamiz endi? Endi kishi ojiz bo'lgan vaqtida kishining qalbida bir xil tashnolik bo'ladi.
tahminaqroq desak bir xil ümidsizlik oludu. Bir xil mag'lubiyat tuyg'usi oludu. Amalsizlik Bu tuyg'usu yerda oludu. sizning ko'z tutganlari ma'naviy ojizlik ya moddiy ojizlik ikkisining birmi yoki Yani avval men acizlar tabaqasini so'zlayaptim. Aciz odamning qalbida ashta bir narsa buludu. Endi oyatda wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu deb payg'ambar alayhisolatu vasallam xitob qilish orqali Rasulullohni bu turdagi kishilarga alohida ahamiyat berish ma'noni chaqiryapti Alloh subhanahu va taolo. Yani bayatın deganimdek acizlarning qalbida bir xil deymiz hamda xunuqlik quludu. Dastlabdan tortib bir xil o'ziga nisbatan ishonch olmaslik, ishonchsizlik bir ahvol hissiyot oludu. Endi jamiyatdagi ish beshidagilar olsun. Alloh payg'ambarlarga xitob qildi ya. Yoki jamiyatdagi kuchlik, yuqori tabaqadagi kishilar olsun. Bularni o'zi bilan o'xshash bir tabaqadagi kishilardek tuyg'uga eklaydigan vaqtida. Bulğun muş cemiyetten işenç tuygusunu bireligen vaxtıda biz bayatın degandek neticege qanaqılımız erişimiz. Ama bunun yeni bir tarafı var. Ayetga münasebet. Yani insanın tabiatida bir xil yuqurgu yamışış tabiati var. İnsanın karakteri bu. Men özümden çoğ adamlıga heves qılıma, onun qiziqima. Oltiraş kopuşuna. Ha, küzüm şunu körüdemdi. Özü tuyup tuymay. İnsan özüne her qancha bir men insaflı adam. Mende onda nachar ahlak yok deganlik bilan insanın tabiati şu asta tuyup tuymay yiroqlashib ketgan bir ahvol o'zidan tuvan kishilardan. Allah bu yerda o'zidan tuvan kishilarga bizning diqqat nazarimizni ag'dirish orqali her tabaqa o'zidan tuvan kishilarga diqqat nazarini ag'dirsa, masalan biz o'zimizning tuvan kishilarga diqqat nazarimizni ag'dirib ular bir ishonch bersak, ular bilan o'zimizning barabar ekanligini, bir jamiyatning a'zosi ekanligimizni, qarindosh ekanligimizni, buning hammasi tang o'rtaq ekanligimizning tuyg'usini versak, bizdan cho'nglar bizga shunday tuyg'u versa, bayatın biz degan qalbimizdagi bir xil tushkunlik yoki o'ziga ishonch qilmaslik, ma'yuslanish, ruhiy mag'lubiyat tuyg'usi yo'qaydi. Ma jamiyatda moddiy nuqtadan tabaqada bunda shaklda ko'ringan bilan ma'naviy jihatda hammasidan bo'ladi. Bu barobar bo'ladi. Jamiyat shundan qanday qilingan gap, taraqqiy qilgan gap. Ya'ni gapni olsak, jamiyatning muqimligi, dushmanning bu jamiyat ichiga sizib kirmasligininki muhim omillardan birisi. Biz hayotimizda buni jiq ko'rdik. Düşman asaslık içimizdeki ma'lum kishilarninki bir hirsleri, bir acizlik noktalarından paydalanıp bizim özümüzün adımını, bizning jamiyatga mansub bo'lgan kishilarni bizning jamiyatga qarshi nimaga soldi, ishlarga soldi. Buni biz jiq ko'rdik. Buningdek hamda mas'uliyatni biz dushmanga ishladi, xiyonat qildi deymiz. İslam ta'limoti noktasına kelgan vaqtda bizning başdan ularga ko'ngil bo'lmagan, shuni tarbiyalamagan, ularga mushu jamiyatga nisbatan bir nim bermagan, ishonch bermagan bir nuqtamiz bor-ku. Agar jamiyatning har a'zolari jamiyatning shu ishonchga erisha olsa, shu ko'ngil to'qliqqa erisha olsa, bu mening jamiyatim meni hargizmi qanday qilib qo'ymaydi, tashlab qo'ymaydi. Yani juqamda to'ttanga az yani juqamda banasi az. Mening navbatdagi moddiy ahvolim, moddiy durumim tuvan, ammo jamiyatim meni hargiz tashlab qo'ymaydi degan bir hissiyotga kelgandan aytsa, asla bu jamiyatga, bu millatga, bu dinga qanday qilmaydi, xiyonat qilmaydi. Yani masala bir shu yerga taqiladigan gap. Garchi diniy ta'limotlar, masalan, ba'zi ta'limotlarga qarasak, İslamның büyük işlerinden qatarida haqqı salam qil deydi. İslamda. Afşus salam mesela. Tunugan tunmaganga salam qil. Acizlarga tamoq qo'y deydi mesela. Bu qadar oddiy ko'rinadigan ishlar. Amaliyotda bir jamiyatninki mustahkamligininki, yemirilmasligininki asosi bu. Masalan, ba'zi g'ayri islomiy bo'lgan, yani diniy olmagan maddi devletler var. Böyle garip de olsun, başka yerde olsun. Ular ko'zlagan ma'lum bir moddiy seviyaga yetib bo'lgandan keyingi tatadigan eng cho'ng xafaligi kishilarining o'zaro mehr muhabbati. O ishlab ketadi televiziya teatrlarini,
filmlarni o'zaro birisi-birisiga nima qilish to'g'risida, yaxshilik qilish to'g'risida, ammo aslo va aslo unum qozonolmaydi. Islom mushu masalani yiltizdan hal qilgan. Tigidillam hal qilgan. Islomning prinsipi shaklda. Şuңашqa biz bu yerda ojizlarga yaxshilik qilish haqida so'zlayotgan vaqtimizda ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga kelishi mumkin. Masalan, bizning bu programmaning boshida er-ayol munosabatidan boshladik. Dada-bola munosabatidan boshladik. Bugun ojizlar meyiplar haqqiga keldik. Deyish mumkin bugünkidek vaziyatda millatning beshida o't kuyotgan vaqtda sen nima ahudni o'tirdiki munosabat, dada-bola o'tirdiki munosabat, oiladagi munosabat, ojizlar, kuchliklar o'tirdiki munosabat haqida so'zlar amaliyotda bizning bundan keyingi g'alaba qilishimizning tub asosi va yiltizi mana mushiyatdan hozirlanadi. Agar bizning o'sha kichikgina qolgan bir jamiyatimiz, Uyg'ur jamiyatimiz agar mush nuqtalarda g'alaba qilinmasa, ijtimoiy mehr muhabbatni, ijtimoiy mustahkamlikni shakllantirolmasa, boshqa hech qanday ishni qilib bo'lmaydi. Demak, inson o'zining nafsiga xilof, ko'ngil tortgan xilof holda o'zining nafsini tarbiyalash. Ya'ni insonning mijozi kuchliklar bilan o'ltirib qo'pishni xohlaydi, ammo shariat ojizlar bilan birga bo'lish uchun nafsini odatlantirishga buyuradi uni. Odatlantirishga buyuradi. Bu inson o'zining nafsini tarbiyalashga dinimizda insonning o'z nafsini tarbiyalashga buyuradiganligi. Shuni tushundimmi hozir sizning bu so'zlardan? Yani bunga o'xshagan misollar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotida intayin ko'p endi. Bu vaqtda bir ozroq misolni Masalan, Rasulullohning hayotida bir kichikgina misoldan o'rnak shaklda olsak, Ibn Majah Abi Said radhiyallohu anhudan bir voqelikni bayon qildi Rasulullohning vaqtida yuz bergan. Bir qora ayolda sifatlanadi, qora ayol, qaravash deb shu demak cho'g'ini shu hadisni rivoyat qiluvchimi shu nuqtani bakroq gavdlantirib demoqchi bo'lsa kerak. Ya'ni jamiyatdagi to'n tabaqadagi bir ayol demoqchi ham hisobda. Bir ayol batashdi ayoldan birisi masjidni süpürüp tozlaydi kechisi deydi. Masjidni süpürüp tozlaydi. Bir kechisi vafot topdi bu ayol. Rasululloh ettigan kelib bu ayolning vafot topganligini angladi. Sahobalar ya'ni shu vaqtdagi atrofdagi kishilar Rasulullohni uyg'otib, avora qilishni bekbi xub ko'may namozini o'qib, tushib, lam qada qilayotgan, dafn qilayotganda. Yani muşunun uzun nima ifodasi shu vaqtidagi shu ayolning darajasininki qanchalik ekanligining ifodasi. Atrofdagilarning mu shunga yarasha Rasulullohga demay Rasulullohni avariq o'tamayli bunchalik ishqa qilayotgan ifoda. Rasululloh buni anglagandan keyin nimishqa men xabar qilmadinglar? Deb sahobalarni ep chiqib, qabrisining qeshiq verib, kümelep bo'lgan deblik qilinib bo'lgan kishiga qabrisining qashida meyit namozini takror o'qitib, duo qilib qaytgan bir hadis bor. Mushuning o'zi nima desa, Rasulullohninki jamiyatidagi eng tuvan darajalik bir odamga, masalan, hadisdagi ifodalangan shakl shuni bizga puritib turadi. Eng tuvan. Odatda normalda bizning jamiyatlarimizga qarasa, bunda amalda deylamdi biz. Jamiyatdagi kimlarning qanday bo'lib ketishi ularning xiyoliga kirib chiqmaydi ko'pincha vaqtlarda. Rasululloh jamiyatdagi eng tuvan odamning mu ahvoliga bu qadar qana qilgan ko'ngil bo'lgan yani. Chunki biz bayat deganimizdek birisi yoshlar, kichik bolalar, jamiyatning asosiy va kelgusi. Yana birisi jamiyatdagi eng ojiz nuqtalar. Masalan, mush yoshlarning gapi chiqib qolgandan keyin davatdimi? Abu Bakr radhiyallohu anhu degan bir muisbit Rasulullah'ın qapqası ümmetin içindeki en büyük bir adam. Ömer radıyallahu anh'ın kanalıqını bilimiz. Osman radıyallahu anh'ın. Muşu çoğun büyük sahabalı bir koşunğa Rasulullah bir 17 yaşlıq kiçik baldı birine qanaq qıvatıdı. Kumandan. Bu yerda kumandan qağalıq qanaq duramdı bir bütün koşunun takdirini bir kiçik balık tutquz deganlik emas. Çünki koşunda armiyada her tecrübelik adamlar var. Mesela nemo? Onunğa bir yol açıp beriş. O kiçik balığa. Onunğa bir işenç biri şununğa. Eğer büyükler, çoğunlar arkasında turup, yaşlığa, acizlığa yol açıp birilse, bularning arkasında turup, bularga işenç berse, mence yaşlılarning, yoki jamiyatda aciz deb qaralganlarninki qo'lidan
ajoyib ishlarni ko'ramiz, ajoyib natijalarni ko'ramiz. Ya'ni ummat, ya'ni millat o'zining yoshlari bilan millat, o'zining ojizlari bilan millat bu millat. Şoňaşqa münasibeti tüpeyledin bu noktada digim geldi çünkü Resulullah'ın her bir iş hareketi bir bika kılınmaydı. Kur'an'da bizge Resulullah'ı nimde tesirleydi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ حَسَنًا. Muşu noktalar bizden dikkatimizni Allah'ıyla qanday qilish kerak, tatish kerak. Allah razı olsun. Hem de Resulullah'tan keyin Hulefai Raşidillah ve Sahabe-i Kiramlar başına okşagan hayatını yaşap gelegilek. Bu örnek intayin jiq. Hatta bir misal alsak Yemam urushida Tufayl ibn Umr degan kishiniki o'ng qo'li kesilgan. Bir boshqalar bilan u sahoba kiram tamoqda o'ltirishda xijil bo'ladi, qo'li bo'lmaganlik uchunchi. Nomus qiladi. Bir kuni bir so'rinda Umar roziyallohu anhu bilan bir yerda bo'lib qoldi. Ondan turib chiqdi-da. Chiqayotgandan keyin Umar roziyallohu anhu chaqirdi. Alloh bilan qasam qilaman kelib o'ltirsa biz bilan. Shu qo'lingim bilan shu tomoqni aralashtirsan dedi. Agar shuni shunday qilmasam yemayman dedim. Endi bu biz masalan jamiyatda buni o'xshagan qo'li kesilgan, har xil kasallarga mubtalo bo'lgan, ziyonkashlik uchragan kishilar intayin ko'p bizning jamiyatimiz. Bu kishilar qanday muomala qilinishi kerak? Deganimizdek ya jismoniy jihatdagi bir kamtuklikka ega kishilar mayli bir ko'zi yo'q, yoki ko'zi ko'rmaydi, yoki quloq anglamaydi, yoki gasgacha put qo'li kesak bir ayib nuqson jismoniy jihatda, ko'rinish jihatda bir sog'lom bo'lmagan kishilarda ya'ni bayatdan ojizlar deganimizdek bir xil üzüge nisbeten bir xil xijulluş, bir xil jamiyatda qanday bo'lib qoladigan bir xil tuyg'uludur ko'p hollarda. Bularning musha ahvollarida turib bularni hurmatlash, loyiq o'rinda turg'izish bularni ulardagi jismoniy kamtuklikninki ruhiy zarbasini yengillatadi. Yengillatadi. Agar jamiyat masalan şu xildi kishilarning o'rnini hurmatlab, uni normal bir adam qatorida haq huquqiga erishtirganning aytsa, şu kishi şu ojizlik bilan turib o'zining barligini nega bag'ishlaydi, jamiyatga bag'ishlaydi. Va jamiyat uchun ish qilmoqchi bo'lganlar keyiniga chekinmaydi. Bunda qarasa jamiyatda oqsoq odamlarni qana qilayotgan, yaklayotgan. Jamiyat uchun qo'ldan putun arilganlarni yaklayotgan, sirtqa chiqarayotgan ahvol ko'p qolsa, kim o'zining dini, o'zining millati, o'zining jamiyati uchun qurbonlik berishdan qo'rqmay oldiga mang'alaydi. Ani qilsam avul ya jamiyat agar shularga haqiqiy ishonch beralganda inson o'z jamiyati uchun, o'z millati, o'z dini uchun quldan voz kechadi, putidan voz kechadi, ko'zi lozim bo'lsa ko'zi, jeni lozim bo'lsa jenni beralaydigan bo'ladi. Bu mu bizning shu nuqtada ta'kidlaydigan tarafimiz. Siratga va Sabir Kamilninki tarjimalar qaraydigan bo'lsak, buni o'xshagan o'rnaklar ajoyib ko'p. Hatto Umar roziyallohu anhu o'ziningki ojiz miyib qo'shnilariga qo'ylarni sig'ishib berganligi, yordam qilganligi deganga o'xshagan jiq misollar bor. Endi suhbatimizning vaqt munosabati bilan oxirgi bosqichga kelib qoldik. Aciz ve miyiplarning xizmatini qilish orqali inson qanday qilib saodatga erisha oladi? Ya'ni insonning nafsiyatiga qanday saodat bag'ishlaydi shular xizmat qilish orqali? Masalan biz bu xil ishlarni Resulullahning hayotida emas, Resulullahninki shu maktabida 20 yillik hayot tarbiyalangan atrofidagi sahobalardanmi yetarli ko'ramiz. Bayatni Umar roziyallohu anhu dillar qo'shnisiniki qo'yini sig'ib bergan. Asli bu rivoyatda Abu Bakr roziyallohu anhuninki vaqaliki. Abu Bakr radıyallahu anhu xalifa bo'lgan vaqtida, endi xalifa degan gap bugungi kunda bir davlatning raisidan cho'ng gap emas-ku. Qo'shnisi ayol, ojiz ayoldan birisi nihoyat g'amgin patqan. Nima u desa, endi biron ma qo'shnim normal odamda kep
qo'yimni seg'ib, masalan, qilinmagan ishlarni qilib, menga yordam qilyapti. Endi davlatning raisi bo'ldi, xalifa bo'ldi. Endi bunday ishlarga vaqt yetmas deb g'amga patgan set deganda eshikni qoqqanda. Şunun qizi eshikni ochib kimkan desa, "Haliqi bizning qo'yimizni seg'ib birdigan odamkan." Yana musulmonlarning xalifasi degan gap yani. Rasulullohning qilib qolsa, ummat ichidagi birinchi odam degan gap. Yani Abu Bakr radhiyallohu anhu birilgan bu mansab, Abu Bakr radhiyallohu anhuning shu vaqtdagi o'rni ma ayolning xizmatini qilishga cheklama olmagan, to'salg'i olmagan. Bu sahobalardagi ajoyib go'zal bir o'rnak. Undan keyin qarindoshlarımızga tavsiya qilamiz. Boshqalarga yaxshilik qilgan vaqtdagi odamdagi ichki saodat his tuyg'uni inson tasvirlayolmaydi. Xo'sh. Men mana tushunaman. Yaxshilik, yomonlik nayt uchuq bir masala-chu. Qur'onda ko'pincha vaqtda yomonlik, ozg'unlikni dalolim mubin deb tasvirlaydi. Bu yerdagi mubin deb tasvirlash nima uchun Qur'onda desa, inson bir ma'lumotga ega bo'lmagan taqdirdami, yaxshilik, yomonlikninki, yaxshilik va yomonlik unga ta'sir qiladi. Bir o'g'ri o'zining o'g'irlik mutlaqo hayo qiladi. Boshqalarni o'qib qolishni xohlamaydi. Bir nashayan ish qilgan odam mutlaq o'zining qilayotgan ishining xato ekanligini biladi. Bir g'iybat qilayotgan odam o'zining g'iybatning xato ekanligini bilib turib qiladi. Boshqalarning o'qib qolishni xohlamaydi, siqiladi ruhi. Demek o'g'lim shuki, har qanday ishninki yaxshilik, yomonlik xarakteri shu ishni qilgan odamga ta'sir qiladi. Bir odam boshqalarga yaxshilik qilsa, cho'qim shu ishning ta'siridan bu odam qalbi jihatda bir xil huzurni his qiladi o'zida. Ruhiy jihatda ko'taranki bo'ladi. Qolgani men mushunchalik so'zimni oxirlashtiray. Qarindoshlarimiz atrofidagi kishilarga yaxshilik qilib, o'zidan tuvan ojiz kishilarga yaxshilik qilib, buni sinab baqsa bo'ladi. Qalb sakinat, qalb rahat, qalb huzuri, qalb tuyg'usiga teng keladigan dunyoda hech narsa bo'lmaydi. Mushu nuqtada men bir narsani, mush qalb munosabatlik bir narsani kichik qistirib o'tay. Bizning islomda mush az-zuhd deb bir gap bor. Yani mal dunyoga qanday qilmaslik, birilmaslik. Buni men misol nuqtasida aytaman. Mal dunyoga birilmaslik deb targ'ib qilinadigan. Buni ko'pincha kishilar mal dunyoga birilmaslikni, mal dunyo topmaslik yoki mal dunyo yo'qolish degan shaklda tushunadi. Yani qalb huzuri nuqtasini tushuntiryapman-da buni. Ammo mening tushunchamda mal dunyoga birilmaslik masalasi bir odamning million mal dunyosi bor. Lekin bu odam Allohning qulayliqlashtirib berishi bilan bu darajaga keldi mal dunyoda. Qalbida qilchilik bu dunyoga, mushu ko'z oldidagi mal dunyosiga qanaqa qilish yo'q, bog'lanish yo'q. Kerak bo'lgan yerlarga sarf qiladi. Allah onun yollarını kengir qilib, texmi ko'p topadi. Kerak bo'lgan yerga sarf qiladi. Ma odamdagi zuhd bo'ladi. Bir odamda 10 tiyinga chaqliq pul yo'q bu odamda. Ammo bu odam o'ylisi qopsa, nimani o'ylaydi? Shu mal dunyoni o'ylaydi. Mal dunyoga erishish uchun har xato, rezil ishlarni qiladi. Buning qalbi mal dunyoga bog'langan odam bo'ladi. Shunga o'xshagan insondagi huzur masalasi, qilgan yaxshi ishidan nima elish, qalbining taskin tepishi, arom tepish masalasi qalbdagi masala. Qarindoshlarimizni tavsiya qilganimiz yaxshilikni suyish kerak, boshqalarga yaxshilik qilish. Avval buni kallasidan o'tkazish kerak. Mana bir gap bor, yaxshi ishlar ko'p hollarda mashq orqali bo'ladi-ku. Xo'sh. Bundan burun qilib boqmagan bo'lsak, avval kallamizda ham shu ojizlarga yaxshilik qilish dinning asosiy prinsipi ekan deydigan. Tushunchani avval kallamizga kelish kerak. Ikkinchi qatim qilib boqmagan bo'lsa tashkilot bu-ku. Zo'lab qilamiz o'zimizni. Mashqlantiramiz. Qilib mashqlantiramiz. Men yaxshilik qilay deb qilamiz. Bu ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichni o'tib, uchinchi bosqichga qolgan vaqtda yaxshilik qilish sening odatingga aylanadi. Kunda qilmasang bo'lmaydigan narsaga aylanadi. Qilmasang bir qism bo'lib qolsa, shu vaqtida sen bu ishning nimasini topa olaysan, huzurini, qalbinga bergan rohatini, hatto dunyodagi moddiy rohat farog'atini olamagan huzurni shu vaqtda qana qilsa, ola olaysan. Men shuni bilan gapimni oxirlashtiray. Allah razı olsun. Hürmetli görmen qardoshlar, shuning bilan biz huquq va majburiyat nomli suhbatimizning 17-chi bölümünü bu yerda oxirlashtiramiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman. Alloh taolo hammalarga dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin va hayotimizda
ojiz, meyib va miskin, faqir kishilarga moddiy va ma'naviy tarafdan yordam beradigan buyuk axloqni ato qilsin hammamizga. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون